Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi darvozamiz Andijon viloyati, Andijon shahar Soy mahallaga o'rnadi. Reflonka darvozamiz 1.3 qalinlikda. Mandallarimiz 8x6 profil, 1.5 stena, tagi konteyner shivellar, qanot qovurg'a profillari 1.1lik. Disklarimiz 1.3, o'rtada glansli nержавейка stoyka. 4x4 profillar ruchkalari bagati holatda. Zamonlarimiz har doim stimul original zamok. Toza turetskiy, Xudobob variant. Orqa taraf ko'rinishlari darvozamiz. Darvozamiz razmeri balandligi 320, eniga 3,5. 1 metr kvadrati 800 ming so'mdan 8 million